Xo'p, mana endi jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlar, ya'ni jismoniy shaxslarning daromadlari mavzusini boshlab oldik. Esingizda bo'lsa, bundan oldingi video darsda jismoniy shaxslardan daromadidan olinadigan ushlanmalar va jismoniy shaxslardan daromadidan ajratmalar degan mavzuni o'tgandik. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bundan oldingi mavzuda daromad solig'i va ijtimoiy soliq haqida mavzu o'tgandik va jamg'arma borgan pensiya jamg'armasi haqida o'tgandik. Bundan oldingi video darslikda to'liq ko'ribdik. Keyin mana bu darsni ko'rsatsangiz menimcha yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Qarang, jismoniy shaxslarning daromadlariga keladigan bo'lsak, jismoniy shaxslar faqat va faqat korxona bilan oldi-berdi aloqalari bo'lgan holatda daromad olmaydi. Jismoniy shaxs mana bu yerda ko'rsatganman. Faqat korxona bilan aloqasi bo'lgan taqdirda daromad olmaydi. Jismoniy shaxs bilan qanaqangidir munosabatda bo'lganda ham bir-biridan daromad olishi mumkin. Qarang, bu yerda jismoniy shaxslarning umumiy daromadlarini tarkibi keltirib o'tilgan. Mana jismoniy shaxslarning daromadlari quyidagi 4 ta turga bo'linadi. Birinchisi mehnat haqqi tarzidagi daromadlar. Mehnat haqqidagi tarzdagi daromadlar bu aniq korxona to'lay oladi faqat mehnat haqqidagi tarzdagi daromadlarni jismoniy shaxsga. Bu aniq. Korxona va mehnat jismoniy shaxs o'rtasidagi bo'lgan munosabatda daromad olinyapti jismoniy shaxsga. Keyingisi mulkiy daromadlar. Agar bu ikki xil tarzda bo'lishi mumkin. Ham korxona ham jismoniy shaxs o'rtasidagi oldi-berdi munosabatda bo'lishi mumkin, ham ikkita jismoniy shaxs o'rtasida ham qanaqangidir munosabat bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, bir jismoniy shaxs ikkinchi jismoniy shaxsga o'zini mulkini ijaraga beradigan bo'lsa ham yoki korxonaga ijaraga beradigan bo'lsa ham daromadlar tarkibiga kiradi. Uchinchisi moddiy naf tarzidagi daromadlar, to'rtinchisi boshqa daromadlar. Bularning hammasini oldiga men qarang 371-374-modda. Bu nima modda deb yozib qo'ygansan deydigan bo'lsangiz, mehnat haqqi tarzidagi daromadlarni Soliq kodeksining 371 va 371dan 374 moddagacha bo'lgan qismlarda o'rganiladi. Bu faqat mehnat haqqi tarzidagi daromadlar o'rganiladi. Mulkiy daromadlarga keladigan bo'lsak, 375-modda to'liq mulkiy daromadlar, jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlarini o'rganadi. Moddiy naf tarzidagi daromadlar nima degan savolga 376-modda, Soliq kodeksining 376-moddasi javob beradi. Boshqa daromadlar, demak mana bu moddiy naf tarzidagi daromadlar, mulkiy daromadlar, mehnat haqqi tarzidagi daromadlarga kirmaydigan, kategoriyasiga kirmaydigan qolgan barcha daromadlarning hammasi 377-modda Soliq kodeksida boshqa daromadlar tarkibiga kirib ketadi. Mana bu xuddi ana chiqindonga o'xshaydi. Mana bu 3 ta hech qaysi daromad tarkibiga kirmadimi? Bo'ldi. 4-inchisiga o'tib ketadi, boshqa daromadlar qismiga o'tib ketadi. Xo'p, bildikki, o'sha jismoniy shaxslar daromadni olishi faqat korxona bilan bo'lgan munosabatda olmaydi. Jismoniy shaxs, ikkita jismoniy shaxs bir-biri bilan qanaqangidir aloqadagi munosabatda bo'lsa ham ikkalasi daromad oladi. Lekin bir narsani bilib qo'yishimiz kerakki, buxgalter sifatida jismoniy shaxs bilan jismoniy shaxs o'rtasida qanaqangidir munosabatda bo'lgan holatda ikkalasidan bittasi daromad oladigan bo'lsa, daromadini o'zi to'lab beradi davlatga. Daromaddan daromad solig'i chiqadi. O'sha daromad solig'ini davlatga o'zi to'lab beradi. Lekin bir sabab korxona bilan jismoniy shaxsning o'rtasida qanaqangidir munosabat bo'ladigan bo'lsa, korxona to'lab beradi jismoniy shaxsning daromad solig'ini. Nimaga deydigan bo'lsak, jismoniy shaxs korxona bilan munosabatda bo'lgandan keyin korxona soliq agenti degan tushuncha bor. Soliq agenti sifatida majbur, Soliq kodeksida keltirib qo'yilgan, korxona soliq agenti sifatida majbur jismoniy shaxsdan oladigan daromadidan daromad solig'ini ushlab qolib davlatga to'lab berishga. Agarda to'lab bermaydigan bo'lsa, o'tgan gal tushuntirgandek o'zini hissasidan to'lab beradi. Demak, korxona va soliq agenti sifatida qarang, ikkita jismoniy shaxs bir-biri bilan qanaqangidir munosabatda bo'lib turib, oldi-berdi qilib, bir jismoniy shaxs daromad qiladigan bo'lsa, davlatga o'zi soliq to'lab beradi, hech qanaqangi muammosi yo'q. Agarda bir korxona va bir jismoniy shaxs o'rtasida qanaqangidir munosabat bo'lib turib, jismoniy shaxs daromad qiladigan bo'lsa, korxona to'lab beradi. Korxona daromad qiladigan bo'lsa ham korxona to'lab beradi. Agar jismoniy shaxsning daromadidan daromad solig'ini ushlab qolmasdan, davlat to'lab bermasa, o'zini yonidan to'lab beradi. Demak, mana shunaqangi munosabatlar bo'ladi jismoniy shaxslarning daromadlari kategoriyalari yuzasidan. Xo'p, qarang. Bu yerda mehnat jami 4 ta daromad tipiga bo'linyapti, bu yerga turga bo'linyapti. Birinchisi mehnat haqqi tarzidagi daromadlar, ikkinchisi mulkiy daromadlar, uchinchisi moddiy naf tarzidagi daromadlar, to'rtinchisi boshqa daromadlar. Endi bularning tarkibiga nima kiradi? O'zi bu nima? Mehnat haqqi tarzidagi daromadlarga nima kiradi? Mulkiy daromadga nima kiradi? Moddiy naf tarzidagi daromadga nima kiradi? Boshqa daromadlarga nima kiradi? Bularni bilan qaydan bilaman deb aytadigan bo'lsangiz, bularni endi men sizlar bilan qisqacha birin-ketinlik bilan mana filtrlab boramiz. Birinchisi mehnat haqqi tarzidagi daromadlar 371 va 374-moddagacha bo'lgan qismi bajarilgan mana
mehnat haqi tarzidagi daromadlar o'zi ham ichkarisiga 4 ta bunaqa analitikaga bo'linib ketadi. Mehnat haqi tarzidagi daromadlarning o'zi ham yana 4 ga bo'linib ketadi. Birinchisi, bajarilgan ish uchun to'g'ridan-to'g'ri to'lovlar. Ya'ni siz qanaqangidir mehnat shartnomasiga asosan bundan oldingi nimaga o'tdik biz? Mehnat haqqi degan mavzuda o'tdik. Birinchi ishlar jadvaliga ishchi kerak deb turib, ishlar jadvaliga o'rin ochiladi, keyin bitta ishchi topiladidagi u bilan mehnat shartnomasi tuziladi, keyin direktor buyruq chiqaradi ish sanasini ishni boshlashi uchun, keyin ish payt yoki vaqtda naryad chiqariladi, keyin shunga yarasha tabel to'ldiriladi, keyin to'lov topshiriqnomasi. Men hamma mavzular o'tganman bundan oldingi bo'lagida. Mehnat haqqi video darsligida. Demak, o'shaning mavzusi ketyapti bu yerga. Mehnat haqqi tarzidagi daromadlar ham 4 tipga bo'linyapti bu yerga. Birinchisi, bajarilgan ish uchun to'g'ridan-to'g'ri to'lov. Masalan, siz mehnat shartnomangizga 1 oy to'liq ishlaydigan bo'lsangiz 3 million so'm yozilgan bo'lsa, mana shu bajarilgan ish uchun to'g'ridan-to'g'ri to'lov bo'ldi. Keyingisi, rag'batlantirish xususiyatiga ega to'lovlar. Aytaylik, korxona tomonidan jamoat shartnomasida biz har oy rag'batlantiramiz xodimlarimizni mana shu sabablarga ko'ra deyilyapti. Hammani rag'batlantirib beryapti ish yaxshi bo'lganligi uchun. Rag'batlantirish egasiga xususiyatga ega to'lovlar ham mehnat haqqi tarzidagi daromadlarning ichiga qo'shilib ketadi. Keyingisi, kompensatsiya to'lovlari. Qanaqadir mayib bo'lib qoldingizmi yo birovma bo'lib qoldi, kompensatsiya to'lash kerak bo'lib qoldi, mehnat shartnomasiga keltirilgan hammasi. Bo'ldi. U ham mehnat haqqi tarzidagi daromadlar qismiga qo'shilib ketadi. 4-inchisi, ishlanmagan vaqt uchun haq to'lash. Aytaylik, siz mehnat shartnomasi asosida qonuniy ravishda ishga joylashgansiz korxonaga va korxona hech qanaqa sabablarsiz o'zlarining ichki muammosi tufayli ishlamayapti. Lekin siz oyligingizni olishingiz kerak, oilangizni boqishingiz kerak. Ishlanmagan vaqt uchun to'lov ham mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlarning qismiga qo'shilib ketadi. Menimcha mehnat haqqi tarzidagi daromadlarni hali sizlarga men qisqa tushuntiryapman. Bularning ichida ham hali 20-30 talab misollari bor. Bularni bittalar hali to'liq ko'rib chiqamiz. Hozirga sizlarga mehnat haqqi tarzidagi daromadlarga tushuncha bo'lishligi uchun mana bu 4 ta misolni keltirdim. Demak, mehnat haqqi tarzidagi daromadlar aniq bo'ldi. Endi mulkiy daromadlarga nima kirishini qisqacha tushuntiraman. Mulkiy daromadlar qarang. 375-Soliq kodeksi 375-moddasida ko'rsatilgan mulkiy daromadlarga nimalar kiradi? Men eng osonlarini sizlarga tushunish uchun tushuntiryapman. Foizlar. Masalan, bankka omonat qo'ysangiz, depozit qo'ysangiz yoki birovga berilgan qarz zaym deyiladi. Evaziga olingan ustama pullar. Aytaylik, sutxo'rlik deyiladi. Endi bu sutxo'rlik yaxshi narsa emas, dinimizda ham taqiqlangan. Sutxo'rligi yoki bankka o'sha depozit qo'yadigan bo'lsa, o'shalardan kelib turadigan asosiy puldan tashqari ustida qo'yiladigan foizlari mulkiy daromadlar sifatida qaraladi. Va bular ham o'sha daromad solig'iga tortiladi. Bularning hammasini biz hozir daromad solig'i, o'sha soliqni o'rganishimiz uchun mana bu daromadlarni ko'rib chiqyapmiz. Bo'lmasa, jismoniy shaxsi mulkiy daromad qilgani yoki moddiy naf tarzidagi daromad qilgani buxgalteriyamizga, korxona buxgalteriyasiga nima aloqasi bor? Shu soliq nazarda biz to'g'ri baho berishimiz uchun yoki mana bu soliq agenti sifatida jismoniy shaxs bilan soliq agenti sifatida korxona qanaqangidir daromad beradigan bo'lsa, o'sha daromadning solig'ini olib qo'yilishni nazarda tutishimiz uchun biz mana bu daromadlarni, mulkiy daromadlarni, moddiy naf tarzidagi daromadlarni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Majbur biz bunga. Agar o'sha jismoniy shaxsga qanaqangidir mulkiy daromad yoki moddiy naf tarzidagi daromad berib qo'ysak, undan solig'ini qachon, qaysi vaqtda imtiyozi bormi, yo'qmi, olamizmi o'shandan daromad solig'ini, olmaymizmi degan savollarga buxgalter javob bera olish uchun o'sha hisobotlarni to'g'ri topshirishni, daromad solig'ini olib qolishni erkab yoki o'sha korxonaning o'zini kissasidan to'lab bermasligini evaziga mana shu ma'lumotlarni biz o'rganishimiz kerak. Demak, mehnat haq to'lash tarzidagi daromadlarni bildik. Bajarilgan ishlar to'g'risidagi rag'batlantirish, kompensatsiya, ishlamagan vaqt uchun to'lovlar, mana shular mehnat haq tarzidagi daromad ekan. Endi mulkiy daromadga keladigan bo'lsak, mulkiy daromadga o'sha foizlar, dividendlar, qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar. Endi qimmatli qog'oz, obligatsiya bular hali O'zbekistonda juda rivojlanib ketgani yo'q. Endi asta-asta rivojlanyapti. Bular ham xo'p keyinchalik tushuntiraman, lekin hozircha rivojlangani yo'q. Mol-mulkni ijaraga berish, aytaylik, mana uyni, bino inshootni, avtomobilni yoki uskunani ijaraga berishda olib keladigan tushumlar. Qarang, mol-mulkni ijaradan berish korxonaga nima aloqador joyi bor deb aytishingiz mumkin. Agar korxona masalan jismoniy shaxsdan biron bir mashinasini yo asbob uskunasini ijaraga olib turib unga daromad beradigan bo'lsa, shu daromad solig'ini olib qolib davlatga to'lab berish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz mulkiy daromadlarni nimalar tarkibiga kirishini o'rganishimiz kerak. Shu solig'ini olib qolib turib davlatga to'lab berishimiz kerak. Shuning uchun. Keyingisi patent va litsenziya shartnomalari, mana o'zini yaratgan ixtiro, seleksiya yutug'i yoki sanoat namunasidan boshqalar foydalanishi uchun ruxsat beriladigan olingan haqlar shunaqangi.
royaltiyalar, mualliflik huquqlari, kitob, qo'shiq, dasturiy ta'minot yoki savdo belgilaridan, brenddan foydalanganlik uchun to'lanadigan davriy to'lovlar, mulkni sotish. Qarang, mana bu ham juda e'tibor berish kerak bo'ladigan narsa. Mulkni sotish, mulkni realizatsiya qilish, ya'ni sotishda butun sotilgan summa daromad hisoblanmaydi. Aytaylik, sizda qanaqangidir noturar bino inshootingiz bor. O'sha bino inshootingizni sotyapsiz. Sotadigan bo'lsangiz, butun sotilgan o'sha qanchaga 100 mingga, aytaylik 100 millionga sotyapsiz. 100 millionga sotganingizda hammasidan daromad kelib chiqmaydi. O'sha daromad solig'iga tortilmaydi. 100 million hammasi daromad sifatida qaralmaydi-da. Faqat o'rtadagi ijobiy farq daromad deb qaraladi. Ijobiy farq nima degani deydigan bo'lsak, masalan, mana agar o'sha 100 million so'mlik mulkingizni siz 90 million so'mga olganligingiz haqida qanaqangidir hujjat, qonuniy hujjat bo'ladigan bo'lsa, o'sha 100 milliondan 90 million so'mni ayirib o'rtadagi 10 million so'mdan soliq tortiladi. Agarda unaqangi hujjatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, kadastr qiymati bor. Har bitta mulkning kadastr qiymati bo'ladi, o'sha inshootning mulkni. O'sha kadastr qiymati sotgan qiymatingizdan ayriladigan o'sha o'rtadagi farqdan sizga soliq chiqadi. Agarda mana shu mulkni siz korxonaga sotadigan bo'lsangiz, korxona boyaga solig'ini olib qolib, daromad solig'ini olib qolib, davlatga to'lab berish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham mulkni sotishni biz bilishimiz kerak bo'ladi, agar shunaqangi operatsiya bo'ladigan bo'lsa. Demak, mulkiy daromadlarni tushundik. Endi moddiy naf tarzidagi daromadlar. Moddiy naf tarzidagi daromadlar bizni jismoniy shaxslarga juda bir keng tarqalgan so'z emas. Men sizlarga shuning uchun ham bu moddiy naf tarzidagi daromadlarga men kichkina bir izohcha keltirganman. Moddiy naf bu xodimga naqd pul berilmagan, lekin uning shaxsiy ehtiyojlari uchun korxona tomonidan to'lov qilib berilgan yoki xodimning korxona hisobiga puli tejalgan holatlardir. Buni yana bitta qaytarib o'qib olasiz o'zingiz. Masalan, bularga nima kiradi deyapti? Mana bog'cha yoki o'qish pullari, kommunal yoki uy-joy, davolanish va dam olish, tekin berilgan mulk yoki sovg'alar. Masalan, siz mehnat shartnomasiga asosan ishga qabul qilindingiz korxonaga. Jamoat shartnomasi bor. Sizda jamoat shartnomasini ko'ring. Buni oldiga mehnat haqqi darsligida men to'liq tushuntirayman. Jamoat shartnomasiga biz xodimlarimizga aytaylik, har oy bog'cha pulini to'lab beramiz. Mana shunaqangi sabablarga ko'ra deb turib, sabablar keltirib mehnat shartnomasi hammasi qonuniy kuchiga ega. Bog'cha pullaringizni to'lab beradi o'sha korxona. Qarang, bog'cha pulingizni to'lab, bolalaringizni bog'cha pulini to'lab berishi, u sizga qo'lingizga pul bermayapti. Lekin sizni xarajatingizni kamaytiryapti-da u. Shuning uchun ham bu moddiy naf tarzidagi daromad ko'riladi. Kommunal uy-joy to'lovlari. Siz juda ham zo'r ishlayapsiz. Siz korxonaga juda katta foyda keltiryapsiz. Jamoat shartnomasiga sizga kommunal va uy-joy uchun bo'lib to'lov qilib berish ko'rsatilgan. Mana shu bir xodimimizga yengillik bo'lsin bilmayman. Endi korxonasini yaxshi ko'rib qolgan xodimni. Shu bir kommunal to'lovlari, uy-joy to'lovlarini, soliqlarini biz to'lab beraylik, korxona hisobidan to'lasin deyilyapti. U sizga daromad, u sizni cho'ntagingizga naqd pul solib qo'ygani yo'q korxona. Lekin sizni xarajatingizni kamaytiryapti-da, kelajakda xarajatingiz kamayapti. Shuning uchun ham bu moddiy naf tarzidagi daromad deyiladi. Davolanish, dam olish ham xuddi shunday. Siz yaxshi ishlayapsiz, bizning nomimizdan bir sanatoriyaga borib kelmaysizmi deb turib aytdi. Bu ham siz sizdan sanatoriyaga pul to'laganingiz yo'q, korxona to'lab berdi. Bu ham moddiy naf tarzidagi daromadlar. Tekin berilgan mulk sovg'alar. 8-martga ayollarimizni sovg'a berishdi. Mana moddiy naf tarzidagi daromad. Kissasiga pul solib qo'ygani yo'q. Xo'p, moddiy naf tarzidagi daromad tushuntirdim. Endi boshqa daromadlar. Qarang, boshqa daromad juda ham qiziqdi. Boshqa daromad mana bu chiqindonga o'xshaydi boshqa daromad. Moddiy naf tarzidagi daromad, mulkiy daromad, mehnat haq tarzidagi daromadlarga to'g'ri kelmadimi? Bo'ldi. Chiqindonga taylaysiz, boshqa daromadlarga o'tib ketib qoladi. Bunga nima? Qanaqangi boshqa daromadlarga nimalar kiradi deydigan bo'lsak, mana oila a'zosi vafot etsa, o'sha xodimni xudo ko'rsin, oila a'zosidan kimdir vafot etdi degan bo'lsa, xodimga bir yengillik bo'lishi uchun unga pul talab beriladi. Boshqa daromadga kiradi. Shu daromad ham soliqqa tortilishini bilishimiz uchun mana bu daromadni o'rganishimiz kerak birinchi navbatda. Masalan, mehnatda mayib bo'lganligi yoki sog'lig'i yomonlashganda, qanaqangidir kimyoviy sexlarda ishlaydigan xodimlarga mehnatda mayib bo'lib qolsa yoki sog'lig'i yomonlashsa pul to'lab beriladi. Mana shunaqangi kompensatsiyaga, u kompensatsiya emas, u boshqa daromadlarning tarkibiga kiradigan qismlari bor. Farzand tug'ilganda yoki nikoh to'yi munosabati bilan bayram pullari, o'sha xursandchilik puli, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, masalan, kartoshka, piyoz puli sotib olish uchun beriladigan moddiy yordamlar. Aytaylik, bir xodimimiz bor, juda ham og'ir sharoitda, oyligi yetmasligini bilib turibmiz. Unga qo'shimcha yana yordam puli talab beryapmiz. O'sha qishloq xo'jaligi kartoshka har xil mahsulotlarni sotib olsin degan maqsadda. Ma'naviy zararlar, har xil qanaqangidir o'sha zarar bo'lyapti, bilmayman, stressga tushdimi xodim, o'sha ma'naviy zarar bo'ldi, o'rtaga sudibnish bo'ldi degan o'sha ma'naviy zarar uchun ham korxona pul to'lab beryapti unga.
u ham boshqa daromadlar tarkibiga kiradi. Xo'p, menimcha sizlarga tushuntira oldim, nima uchun ushbu daromadlar 4 ta tipga bo'linishi. Mana mulkiy daromad, moddiy naf tarzidagi daromad, boshqa daromad, mehnat haq to'lash tarzidagi daromad. Bular o'zi qarang, sizda savol tug'iladi-da hozir. Nima uchun o'zi hammasi jismoniy shaxsiy daromadi bo'ladigan bo'lsa, hammasi muammosi yo'q, hammasida soliq tortilar ekan, muammosi yo'q. Hammasi daromad ekan. Nimaga hammasini bitta qilib turish jismoniy shaxs daromadlari qilib yozib qo'yilmaydi soliq kodeksida? Nimaga hammasi bo'linib chiqilgan? 4 ta tipga bo'lish zarurmidi soliq kodeksiga? Hammasini bittaga, hammasi jismoniy shaxsning daromadi deb turib qo'ysa bo'lmasmi degan savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun mulkiy daromad qildi? Nima uchun moddiy naf tarzidagi daromadga bo'ldi hammasini? Nimaga mehnat haq tarzidagi daromadlarni alohida reja bilan chiqarib tashladi, tipga bo'lib tashladi? Nimaga boshqa daromadlar tipiga bo'lib tashladi deb sizga savol tug'ilishi mumkin. Buni hammasi soliq hisoblanishiga bog'liq. Hammasi soliqqa qarab taqaladi. Muammosi soliq bo'ladi. Endi qarang. Biz bundan oldingi dars o'tgandikki, mehnat haqqi tarzidagi daromadlar ham ijtimoiy soliqqa, ham daromad solig'i, qarang, ushlanmasi daromad solig'i, ajratmasi ijtimoiy soliq bo'ladi. Nima deydiganimiz? Masalan, bitta xodimni 1 million so'mga ishga joylasak, shu 1 million so'mdan 120 ming so'm daromad solig'ini olib qolardik. Shu 120 ming so'm daromad solig'ini olib turib, xodimning qo'liga 880 ming so'm berardik daromad solig'ini olib qolgan holatda. Soliq agenti sifatida qarang. Mana jismoniy shaxs mehnat haqqi tarzidagi daromad bo'lyapti degan 1 million so'm jismoniy shaxs daromad ko'ryapti. Shu daromadini 120 ming so'm, 1 million so'mdan 120 ming so'mni korxona olib qolyapti degan davlatga to'lab beryapti. Jismoniy shaxs qo'liga 1 million so'm berib, bor 120 ming so'm o'zing bor soliq qo'mitasiga borib to'lab kelgin demayapmiz. Davlat majburlaydi bizni. 1 million so'mdan 120 ming so'mni olib qolib, davlatga to'lab berishimiz kerak. Agar olib qolmasak, o'zimiz qissamizdan to'lab beramiz. Maqsad bu yerda 4 ta tipga bo'lishdan katta maqsadi mana bu korxona jismoniy shaxsga oladigan daromadidan daromad solig'ini olishni filtrlab berish vazifasi bo'ladi. Shuning uchun ham biz 4 ta tipga bo'lyapmiz. Mehnat haqqi tarzidagi daromad, mulkiy daromad, moddiy naf tarzidagi daromad, boshqa daromadlarga. Endi buni tipga bo'linishining maqsadi mana bu yerda mana ko'rsatilgan. O'zi har qanday jismoniy shaxs daromadidan o'zi qarang, daromad solig'i ushlab qolishi aniq bo'ldi. Mana. Lekin mehnat haqqi tarzidagi daromadlarda, ya'ni 371, 374 soliq kodeksida yozilgan, mehnat haqqi tarzidagi daromadda ham daromad solig'i hisoblanadi, ham ijtimoiy soliq hisoblanadi. Mulkiy daromadlardan, moddiy naf tarzidagi daromadlardan, boshqa daromadlardan faqat va faqat daromad solig'i hisoblanadi, ijtimoiy soliq hisoblanmaydi. Faqatgina buni juda ham qattiq eslab qoling. Buni eslab qolmasangiz, bunga xato qiladigan bo'lsangiz, ishoning siz hisobotni umuman topshirmaysiz. Buxgalter demasangiz ham bo'ladi o'zingizda agar bu ma'lumotni bilmasangiz. Mana shu ma'lumotni bilmadingizda siz buxgalter emassiz. Aniq bunga javob. Mehnat haqqi tarzidagi daromadlargina ijtimoiy soliqqa tortiladi. Mana shuni yodingizda tuting. Mulkiy daromadlar, moddiy naf tarzidagi daromadlar, boshqa daromadlar bular ijtimoiy soliqni bazasiga kirmaydi, ijtimoiy soliqqa tortilmaydi. Faqat mehnat haqqi tarzidagi daromadlargina ijtimoiy soliqqa tortiladi. Siz 1 million so'm shaqi berib turib, xodimni daromad berib turib ishlatdingizmi? 1 million so'mdan 120 ming so'm daromad solig'ini olib qolib davlatga to'lab berasiz. Boyaga ishchini 1 million so'mga ishlatganingiz uchun o'zingizdan 120 ming so'm qo'shimchasiga davlatga ijtimoiy soliq to'lab berasiz. Faqat mehnat haqqi tarzidagi daromadlar. Bu qaysilaridir mana? Bajargan ish uchun to'g'ridan-to'g'ri to'lovlar, rag'batlantirish xususiyatiga to'lovlar, kompensatsiya to'lovlari, ishlamagan vaqt uchun to'lovlar. Mana shulardan ijtimoiy soliq hisoblanadi, ham daromad soliq hisoblanadi. Ham jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga to'lov hisoblanadi. Mana bulardan qolganlardan agar ikkita jismoniy shaxs bir-biriga masalan mashinasini bir jismoniy shaxs ikkinchi shaxsga jismoniy shaxsga mashinasini ijaraga beradigan bo'lsa, o'rtada daromad olyapti. U daromadda ijtimoiy soliq hisoblanmaydi. Nima kerak undan ijtimoiy soliq hisoblab turib? Agar yordam puli beriladigan bo'lsa, undan ijtimoiy soliq hisoblanmaydi. O'zi bechoraga yordam beryapsiz, yana qo'shimchasiga 12% ijtimoiy solig'ini to'lab berishingiz kerak bo'ladi. Unaqangi bo'lmaydi. Shuning uchun ham mana buni yodda tutishingiz kerak. Faqat va faqat mehnat haqqi tarzidagi daromadlardan ham ijtimoiy soliq, ham daromad solig'i, ham o'sha daromad solig'ini ichidan jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasiga 0.1% tortiladi. Qolganidan mulkiy daromadlardan faqat daromad solig'i tortiladi, moddiy naf tarzidagi daromadlardan faqat daromad solig'i tortiladi, boshqa daromadlardan faqat daromad solig'i tortiladi. Mana shu 3 ta daromadda mulkiy daromadlar, moddiy naf tarzidagi daromadlar, boshqa daromadlardan jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasiga ham tortilmaydi. Ular faqat to'liq 12% daromad solig'i to'lab beradi. Aytaylik mana bitta misol bunga. Siz xodimni ishga oldingiz, xodimning labosi bor, yuk tashuvchi labosi bor. Unga ishga oladigan vaqtingiz xodimga aytdingiz, senga 10 million so'm haqi beraman. Shu laboying bilan kelib turib, meni yuklarimni tashib bergin-da. Laboyini ijaraga olaylik biz korxona bo'lib turib,
Laboyingga ham 10 million so'm beraman dedingiz. Jami 20 million so'm xodim daromad qilyapti. Lekin solig'i tipga nisbatan mana berib qo'yilgan 4 ta tipga nisbatan bo'lib chiqiladi endi. 10 million so'm ish haqqi berishingizdan ham 1 million 200 ming so'm daromad solig'i to'laysiz. Ham 1 million 200 ming so'm korxona o'zini hisobidan ijtimoiy soliq to'laydi. Bularga 1 million 200 ming so'mni daromad solig'ini xodimni 10 million so'm daromadini ichida olib qolib turib davlatga to'lab beradi. Xodimning qo'liga 8 million 800 ming so'm tegdi. Boyagi 1 million 200 ming so'mning ichidan 10 ming so'mini jamg'arib bordagi pensiya jamg'armasiga to'lab beradi. Demak, davlatga daromad solig'i uchun 1 million 190 ming so'm, 10 ming so'm Xalq bankiga jamg'arib bordagi pensiya jamg'armasiga to'lab beradi. Qo'shimchasiga yana ijtimoiy soliq, o'sha xodimni ishlatganligi uchun davlat boyagi xodimni katta qilib turib sizga tayyor kadr qilib yetishtirib bergani uchun siz davlatga ijtimoiy soliq to'lab berasiz 1 million 200 ming so'm. Boyagi 10 million so'mga olgan ijarasi bor-ku, laboni ijarasi. Undan faqat daromad solig'i 1 million 200 ming so'mni davlatga to'lab berasiz, bo'ldi. Ijtimoiy soliq degan narsa yo'q, jamg'arib bordagi pensiya jamg'armasiga degan narsa yo'q. Endi nima uchun faqat mehnat haqqi tarzidagi daromadlardan ijtimoiy soliq to'lanyapti? Nima uchun? Sababi bormi? Qolgan shoxi bormi? Ulardan to'lanmaydi. Faqat mehnat haqqi tarzidagi daromadlardan ijtimoiy soliq to'lanyapti. deydigan savolingizga javob ijtimoiy soliqni o'zi kelib chiqishi nima edi? Ijtimoiy soliq o'zi to'g'ridan-to'g'ri jamg'armaga borib tushadi, pensiya jamg'armasiga borib tushadi. O'sha siz ishlayapsiz korxonada, ishlaganingiz uchun siz korxona sizni ishlatgani uchun ijtimoiy soliq pensiya jamg'armasiga borib pashta 99% o'sha ijtimoiy soliq 99% borib pensiya ta'minotiga borib tushadi. Budjet pensiya ta'minotiga borib tushadi. Keyin u yerdan pensionerlarga pul tarqatiladi. Mana shu siz to'laydigan, siz ishlaydigan korxona ijtimoiy solig'idan davlat pensionerlarga pensiya beradi. Jamg'armaga borib tushadi shu pensiya jamg'armasiga. Endi qarang, siz ishlaganingiz uchun ijtimoiy soliq to'lanyapti-dagi pensiya jamg'armasiga borib tushyapti. Bu sizga staj yoziladi. Erta bir kun siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin mana shu ijtimoiy soliq qancha to'langan bo'lsa, o'shanga nisbatan, o'sha mehnat qilganingizga nisbatan, xoh u jismoniy bo'lsin, xoh ongiy mehnat bo'lsin, o'sha mehnat qilganingizga nisbatan pensiya hisoblanadi sizga. Agarda qarang, bitta misol. Bitta ishchi bor, 1 million so'mdan ishga ishlayapti. O'sha 1 million so'mdan ishlaydigan aytaylik 30 yil ishlab turib pensiyaga chiqdi. Unga ijtimoiy soliq to'lanib borilganligi uchun, o'sha mehnat haqqi unga daromad sifatida qaralganligi uchun unga pensiya beriladi. Lekin ikkinchi odam va ikkinchi jismoniy shaxs bor, uni 10 ta uyi bor. Shu 10 ta uyini ijaraga berib qo'ydi. 10 ta uydan aytaylik 100 million daromad solig'i chiqsin, 500 million daromad solig'i chiqsin, erta bir kun shu odam pensiyaga chiqqandan keyin unga 1 tiyin pensiya to'lab berilmaydi. Chunki ijtimoiy soliq bazasi, o'sha pensiyani hisoblash bazasiga o'tirmagan u. Mulkiy daromad qilasizmi, moddiy naf tarzidagi daromad bo'ladimi? Yoki kimdir sizga 1 milliard so'm shunday moddiy naf tarzidagi daromad berib yubordi. Bu erta bir kun siz pensiyaga chiqsangiz bu 1 milliard so'mingizdan pensiya hisoblanmaydi u. Faqat mehnat haqqi tarzidagi daromadingizdan ijtimoiy soliq to'lagan bo'lsangiz pensiya hisoblanadi. Aytmoqchimanki, mana bu ijtimoiy soliq sizni pensiya, haqiqatan mehnat qildingizmi? Ana bu bitta qoida bor bunga. Mehnat haqqi tarzida daromadga pensiya olishga qoidasi ishlagan tishlaydi degan qoida bor. Ishlayapsizmi? Mehnat qilyapsizmi? Korxonaga mehnat qilib turib daromad olyapsizmi? Korxona sizni ishlatganligi uchun ijtimoiy soliq to'layaptimi? Bo'ldi, sizga pensiya chiqadi. Lekin siz 10 ta uyda ijaraga berib qo'ydingizdan o'zingiz yotibsiz. Erta bir kun pensiya chiqsa sizga 1 tiyin pensiya to'lanmaydi. Mana shunaqangi tarzda daromadlarni tiplarga bo'lib olingan soliq kodeksida. Mehnat haqqi tarzida daromadlardan daromad solig'i ham, ijtimoiy soliq ham, shu daromad solig'i ichidan 0.1% Xalq bankiga jamg'arib bordagi pensiya jamg'armasiga ham to'lov qilinadi. Mulkiy daromadlardan to'liq 12% daromad solig'i to'lov qilinadi, ijtimoiy soliqqa tortilmaydi. Moddiy naf tarzidagi daromadlar ham to'liq 12% daromad solig'iga tortiladi, ijtimoiy soliqqa tortilmaydi. Boshqa daromadlar ham xuddi shunday. To'liq 12% daromad solig'iga tortiladi, ijtimoiy soliqqa tortilmaydi. Mana bu uchta qolgan mulkiy, moddiy naf, boshqa daromadlardan jamg'arib borilgan pensiya jamg'armasiga, Xalq bankiga ham o'tkazilmaydi. Mana shu ma'lumotlarni bilib olsangiz, qulog'ingizga quyib oling. Mana shu qoidani bilib olsangiz, jismoniy shaxslarni daromadidan olinadigan soliq hisoboti va ijtimoiy soliq hisobotini to'liq topshira olasiz. Bundan keyingi darslarga kuzatib boradigan bo'lsangiz, men to'liq tushuntiraman. Ushbu hisobotlarni Excel variantida o'zi umuman qanday to'ldirilishi, buni hali daromad solig'i mana bularning hammasi tortiladi degan gap yo'q. Mana oila a'zosi vafot etganda, mehnatda mayib bo'lganda, farzand tug'ilganda, nikoh to'yi munosabati bilan davlat ham sizga bo'nak emas. Hammasiga to'g'ridan-to'g'ri daromad solig'i tortib yubormaydi. Mana shu daromadlarning hammasi o'ziga kerakli bo'lgan har bittasi alohida imtiyozlari bor. Shu imtiyozlarni qo'yib, qanday soliq qo'mitasiga yuborishni hammasini keyinchalik ko'rib chiqamiz. Hozirda sizlar bitta videoni qaytadan ko'ringizlar.
mana shu daromadlarning turlari bo'yicha qanday ajratish kerakligini, o'zi 4 ta tipdagi daromad bo'yicha qaysi soliqqa qaysiga tortiladi, qaysi daromad qaysi soliqqa tortiladi, qaysiga tortilmaydi. Mana shularni hozircha bilib olingizlar, keyin sizga imtiyozlarini, boshqa daromadlar nimalar, moddiy naf tarzidagi daromadlar hammasini bittalab keyin chuqurlashtirib sizga o'tib beraman. Hozir bular prosta sizni bir ko'z yugurtirib, sizlarni o'sha soliqni ichkarigacha kirib o'rgatib olish uchun video darslik bo'ldi.